Ya katta boylar ham ish qilar ekanda. Da aka, assalomu alaykum. Siz Charchamayapsizmi aka? Ishlaringiz yaxshimi? mehnatga yuraverar ekan. Aka, mana nasozda 10-15. O'tgan yili $750 sotgan nasozimizni $680 tayyor ramalar bilan olib ketish mumkin. Bundan tashqari $650 sotgan narsamizni $600 qilib qo'ydik. Kampirlik tayyor holatda. Bundan tashqari 500 metrga haydash kerak degan ekanlarga. Kepaga mana bemalol haydab beraveradi. 500 metrda hazillashyapsizmi siz? Aka, xudo xolasa o'zimizni nimamizdan kelib chiqqan holatda gapiryapmiz, javob beramiz ertaga. Bo'ldimi shunaqa voqea? Sodir bo'ldimi? Surxondaryoga berdik. Hayotiy voqea aka. Yo'q, fantastikami? Yo'q, xudo xolasa uyalib qolmaymiz. Bo'ldi. Javob beramiz. 300-400 metr behisob. Bundan tashqari 350 tonna video davomida ishlagan videolarni qo'yamiz. Xolasa texnika o'z Qo'qon Telegram kanalida bor. Buni bilgan biladi aka. Bilmagan o'zi biladi. Bilmagan o'zi biladi. Qancha dedik buni? 750 sotilarda. $650 sotilardi, $600 ga tushirib qo'yganmiz aka. Yana ramalari bilan tayyor holatda $600 ga tushirib qo'yganmiz. $600 qilib beramiz. 750 sotildi o'tgani bu? Yo'q, mana o'zi $750 sotilgan, buni $680 qilib qo'ydik. Voy gap yo'q. Hamma narsa tayyor, mashka. Xudo xolasa hamma narsa tayyor. Shuni bor ishlatsa bo'ldi aka. Balon desa balon qo'yib beramiz. Salalka bilan suv. Bundan tashqari metta tepada kranlik, abratka hamma yo'g'ini agar zakaz qilsa tayyorlab ham beraveramiz aka. Baloni bo'ladimi hozir men aytgandan keyin? Yo'q, o'zi bu hozir bu balonni olib chiqqan qo'yganmiz aka. Hop, bu siz aytgan narxda nimalari chiqib kiradi? Biz aytgan narxda aka hozir mana chamadoni bor, kul klapini bor, o'zi bor, statib ta'tirlarni qo'yib tayyor qilib qo'yganmiz, shu holatda chiqib ketadi. Ramasichi. Ramasi ham komplektida. Baloni yo'q xolos. Baloni yo'q xolos. Baloni bu balon dalada yurmaydi. Agar zakaz qilsa kattaroq balon qo'yib berishimiz mumkin. Bo'laveradi. Voy, kuchli baribir, ha? Kuchli. Albatta kimga shunaqa salarkana so'zlar kerak bo'lsa, ramalari bilan mana tayyor holatda qilib qo'yganmiz. Bemalol dastavka 12 ta viloyatga bor. Ishlagan videosi o'sha Texnika Uz Qo'qon Telegram kanalimizda. Bo'ladi. Xo'p, to'klilarni ham ko'rsatib bering. Endi vaqtingiz bo'lsa, bo'y. Aka, bo'ldi. Men uchun, ha? Xo'p, bo'ladi aka. Jodi deysizlarmi? Hamma narsa bor mana. Aka, bemalol ko'rishi mumkin mana. Suv tagida turadi. Suv tagida turadigandan so'zlar bular aka. Eng arzoni qanchadan boshlanadi? Eng arzon 900 ming so'mdan boshlanadi, 2,5 million so'mgacha bor. Necha uni og'zi? 50 lik bo'ladi. Bular 20 lik, manular bor, 50 dan 100 gacha bor. Bo'ladi. Bular Sintrabejni aka. Sintrabejnilar $350 dan $2300 gacha bor. Zakazga undan kattalarni zakazga ham kerak bo'lsa olib kelib beraveramiz. 30 metr chuqurdan chiqarib beradi bular. Haydab beradi aka. 5-6 metrdan tortib, u 20 metr podiyom bo'lsa 600-700 metrga bemalol haydab beraveradi. 600-700 metrga. Ha. Endi umuman hamma narsani yechimi bor aka bizda. Bo'ldi. O'tgan yili bilasiz, yechim yo'q edi. Bundan tashqari mana og'zi yuzli aka mana aytayapti mana. 22 kilovat 65 tonna soatiga suv tashlaydi. 85 metr pastlik. O'ylab ko'ring aka, 85 metr pastdan tepaga chiqarib haydab beradi. Qo'ying. Mana shular hamma turdan bor. Ikkinchisi narxi qanchadan boshlanadi? Narxi 2,5 million so'mdan kichkinalar boshlanadi. Undan tashqari ketaveradi. Bo'ldi. Benzinlilar ham bor, 900 mingdan boshlanadi akalar. 900 ming so'mdan 1,5 milliongacha bor. Bular 3 million so'm. Benzin, gaz, propan hammasiga ishlaydi. Bo'ldi. Zapchastlarda muammo yo'q. Zapchastlardan hech qanday muammo yo'q aka. Hamma narsa bor. Bo'ldi. Dori apparat deysizlarmi, stabilizator deysizlarmi, kompressorlar, bunaqa karcher moyka xizmati ham bor, o'zi yuradigan ko'chma karcherlar. Mana 300 talik kunda dedingmi nima deding? Ha. Bular 300 talik pompa aka. Tonnalar suv chiqaraman degan fermer akalar. 50 gektar, 100 gektar bor akalar. Nomer ekranda, telefon nomerlar, aloqada telefon nomer, bemalol telefon qila olasizlar. Menga vaqt ajratib rahmat. Sizga ham rahmat kelganingizga, aka, hurmat.